ham pishdi. Yanglar, jag'li qaymoqlar olib keldim. Kengizlar olsinlar. Tuxumbarak, qaymoq, toza jonga tegdi qo'y. Etli bez barmoq sheyligay. Ariyalar toza qo'zidi beparasatlar. Ey, menga qarash. 5 barmoq, 6 barmoq, 7 barmoq va tuxumbaraklarning jonimga tegdi. Achchiqni doppidagina qilib osh qilish. No dedi? Plovmi? Palov deyaptilar. Qadib men palov qilaveramanmi? Sizlar ham qingizlar-ey. Men to'lqi bez barmoq pishirishni bilaman, всё. Inangiz faqat 5 barmoq jib tuqqanmi? Avasa men yumurta baragimni yeb o'tiraman. Mama. Oy, Jahvatir bor. jahvatir. Oshma bo'ldi. Qaynana, oshni damini qo'ydi. Hozir pishadi. Qisilmayin o'tiring. Menga g'uncha qilib o'tiring deyapsanlarmi? Qornim ochqadi deyapman senlarga. Ina, qorningiz ochgan bo'lsa, mono qo'ymoqdan jalab ko'ring, jalab. Qo'y. Oskar betetdim-ba? Ha, bugun so'kish, ertaga bog'lab urisham-men, ha? Nimaga so'kinyapsan menga? Ina, mono qo'ymoqdan jalab ko'ring, jalab. Ha, menga biri jalatgandan ko'ra kirib uyingizni changini jalang, maylimi? Mama, uspokойся, пожалуйста. Uspokaysalama menga. Senlar 5 barmoq beraverib, ichimda xamirga to'ldir. Yaqinda 6-barmoq o'sib chiqadi. To'g'ri so'lab turibsiz. Yo'q, charavazili, patqalamchilik qilasan. Tuxumbarak yeverib bor, miyaga tuxum qo'ygan, kislorod yetishmayapti senga, gaday. No dedi? Mayil eser shabba